Yo'qlar, sizlar bilan oxirgidan bugun videoning shunday server topdim, mazza qilib o'ynaysiz. Bu serverning nomi video tepasida va video ostida bo'ladi. Bu server tekinga free kit tarqatmoqda. Free kitni olishni video oxirida aytaman. Xullas, obzorni boshladik. Bro, qarang. Bu serverning nomi Dragon Craft bo'lib, box paper rejimidan tashkil topgan server. Box paper, juda ko'p paperlar bo'ladi, o'zingiz ham bilsangiz kerak. Bu server yaqinda ochildi, aktivni ko'taramiz. Bo'lmasa obzorni boshlaylik. Bu yerda qurol, ingiskalar sotib olishingiz mumkin. Bu yerda esa echingiz narsalarni, bu yerda qurol, bu yerda shalker va oltin olma, qilichlar. Tez o'tib ketaman, chunki obzor tezroq bo'lishi kerak. Hali ko'p narsa bor. Bu yerda opitlar. Bu yer AFK zona bo'lib, har bir turgan daqiqangizga AFK shares beradi. Bu bilan juda ham ko'p narsa olishingiz mumkin. Bo'lmasa pastga tushamiz, qani go. Bu yerda maydalab sotishingiz mumkin. Ikkinchi villagerda bu yer ko'mir, temir, oltin, olmos, izmiruddan tashkil topgan. Buning oxirida po'chilgan zona bor. Qochmoqchi bo'lsangiz o'sha zona ma'qul. Bugungi video tugadi. Bu serverning aktivini ko'taramiz, qani go.